Assalomu alaykum. Monomix kompaniyasi HR direktori Shahnoz opa xodimlarni saralash jarayonini yanada takomillashtirish uchun Easy Management'dan Recruiter tizimini sotib oldim. Endi bu tizimni qanday qilib ishlatish kerakligini ularga tushuntirib o'tamiz. Birinchi o'rinda xodim bu yerda tizimdan ro'yxatdan o'tib olishlari kerak. Biz ularga mos bo'lgan tarifni tanlaymiz. Bu yerda Enterprise tarifi tanlangan. Xo'p, keyingi masala xodimga anketa ishlab chiqish. Bu yerda anketa create qilish bosiladi va anketa yaratiladi bizlar bilan. Xo'p, keyingisi testlarni ishlab chiqish. Bu yerda agar biz test qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsak, test ishlab chiqsak bo'ladi. Xonamizga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizda testlar bo'lganligi uchun mavjud testlardan foydalanishimiz mumkin. Keyingisi ko'nikmalarni ishlab chiqish. Ya'ni bizda suhbat jarayonida so'raladigan savollar uchun bu yerda ishlab chiqsak bo'ladi. Bu yerda AI bilan yaratsak ham bo'ladi yoki o'zimiz qo'lda yaratsak yoki kutubxonani o'zidan olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana kutubxonani o'zida ham ma'lum bir ko'nikmalar mavjud. Hamma ko'nikmalarni bu yerda ko'nikmani test sotib olganimizdan keyin biz vakansiya yaratish turib, vakansiyani noldan yaratish qilamiz. Va bu yerga yozamiz. Misol uchun manager. Nimadir yozishimiz kerak. Vakansiya bo'yicha keyin bo'lim sales joylashuvini belgilaymiz. O'zimizga qulay bo'lgan joyni, misol uchun ishxona. Xo'p, ommaviy sarlavha. Keyingisi bosqichlarga o'tamiz. Bosqichlarga kiramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan boyga yozgan anketamizni tanlaymiz. Mana tanladik. Bizga agar test kerak bo'ladigan bo'lsa, testni qo'yamiz, bo'lmasa testni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Faqat suhbatni tanlaymiz, avatarni tanlasak bo'ladi bu yerdan. Keyin suhbatda nima so'raladi? Misol uchun mana bu savollar. Bu yerda ikkita savol bor ekan, bo'ladimi? Bo'ladi. Rezume tahlil qilishni bosamiz, saqlashni bosamiz. Faollashtiramiz. Vakansiyamiz faollashdi. Endi mana shu havolani biz berishimiz mumkin. O'zimiz e'lonimiz tagiga Hunter'ga yoki bir topshiradi va barcha nomzodlar ma'lumotlari nomzodlar bo'limiga tushadi. Umuman olganda shunday nomzodlar bo'limiga kirganda nomzod profilidan biz vakansiyalarni va boshqa vakansiyalar xuddi Hunter tizimi kabi ko'rinib turadi. Nimaga